Yazayonga 1 litr benzin qo'ysa 5-5,5 kilometr yuratdi o'zi. Karburatorchi o'sha Yazayonlik akamiz bor ekan. O'sha akani oldiga keldi. Hozir xudo xolasa mahallaning ichiga 4 ta oshib kelsa 4,5 ta yeydi deyapti. Ish davomida ko'rsatib, hamma narsasini ko'rsatib ketamiz. Mana o'zimiz guvoh bo'ldik. Bir aka keldi. 2,5 yil bo'ldi. Karburatorda hech qaysi ustiga ko'rsatganim yo'q. Просто texotga ko'tarilib ketgan ekan. O'shanaga maslahat so'rab keldi. Usta akamiz oldiga keladigan bo'ldi aka yana. yurgizib qo'yingchi. Ha, yurgizavering. Yo, to'xtab. Bo'ldi, o'chiravering. Sizni suycha pirovadalaringiz ham ketibdi. Suycha pirovadalar ham almashish kerak edi. Buni almashtirmasangiz bo'lmaydi. Hozir tekis ishlamay. Mana hozir svicha pirovadalarimiz ham yetib kelgan ekan. Ha. Hozir xudo xolasa almashtirib motorni sofatda ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana svichalarimizni holati. Kabelda ham biz endi tavsiya qilamiz Tikomi ekanlar uchun. Mana bunaqadagi Koreya degan emblemas bor, lekin Xudo xolasa uzoq umr xizmatingizni ko'rsatadi. mana bu narsalaringizni siz ana korobkasiga solsiz jonini termostatda olib tashlab bo'lmaydi ekan. Tikoga termostatda tashlab bo'lmaydi. Agar termostat olib yuborilsa, rasxod ko'payib ketish ehtimoli bor ekan. Ehtimoli katta ekan, o'ta katta. Qizib olguncha ancha 1-2 litrni ichadi, aniq 100%. Ha. Ha. Sizmi? Bosingchi. Yo, to'xta. Endi yurgizingchi. Ha.
yoqib ololmayapti. Jichi ishlasin mashina. Lekin termostat qo'ymasa bo'lmas ekan. Hali ham kuragi biik turibdi buni. Bitta minasiz. Bitta kim o'pdi kuchliroq minishga. Mashinaga. Bitta yaxshi biladigan odam mashina razgomlarini hozir meni kelgan odam kim bo'lsa ham farqni bilsin, men unga qarab videoda nimalarni qo'shib beraman. Degan yo'q-da hali. Sen u sababi termostat yo'qligidanmi? Termostat yo'qligiga shunchalik bo'lyapti-da. Minib ko'ringchi. Mana hozir bir marta minib keldi. Farq sezilarli darajada o'zgargan. Mana holatdan ko'ra hozirgi holati ishlashlari. Olib kelgan paytimizda motor anchalik qaltirab. Endi o'lchab qo'yamiz. Qarab turing. O'chirib turing. Mana endi benzinda qancha yeyish rasxotini o'lchash jarayoniga yetib keldi. 100 qo'ying. Ikkita olamiz bundan. Ikkita. 400 gram bo'ladi-da, keyin qaytib kelgandan keyin yana benzinni o'lchaymiz qancha yeyapti. Mana 2 harflargacha chiqadimi? Mana mashitdan bo'lsa 200 gram bo'ladi. Endi ko'raman. O'chiring. O'chirib turing. Hozir yana bitta olamiz. Ikkinchisini olish jarayonidamiz. Hozir 200 gram olindi, endi yana 200 gram olinyapti. Su o'pchi 400 gram bilan tekshirilar ekanda nimasi? Ha, oshiqcha olamizda. Aha. Kecha oshiqcha. O'chiring. O'chiring. Endi mana bokimiz mana bok bo'ladi. Bokni tuzamiz darroqdan. Endi o'lchab ko'rib. Jarayoniga ketyapmiz.